Semiz edim, 110 kilo edim. Chiroyli mana hozir 80 kilo vaznda, endi massa yig'ibmiz. Rustam akamni Instagramdan ko'rganman. Ulug'bek Metivayinlar kelib tinib qilgan payt ko'rganman shularni. Shundan keyin ancha kuzatganman bularni. 3 oy 4 oy kuzatib, o'rtada bir yozib, keyin o'chirib, bu qilib, keyin yana qaytib yozdim, qarasam rezultatlar yaxshi odamlarda. Shundan keyin o'zim yozdim. Rustam aka, assalomu alaykum. Qayerga borsam bo'ladi? Shu joyga ko'rishamiz. Ochiratga yozdirib, keyin kelib ko'rishdik. Yaxshi muammolarimni aytdim. Semiz edim, 110 kilo edim. Oyog'imda yara bor edi. Bormagan joyim qolmadi. Kosmetologga ham bordim, hammasiga bordim, bo'lmadi, foydasi bo'lmadi. Keyin yechim edildi, bo'ldi qilib beramiz deb. Chiroyli mana hozir 80 kilo vaznda, endi massa yig'ibmiz. Hamma narsa oldindagidan ham zo'r. Yotib turishga ham, namoz o'qishga ham, misol uchun hammasida qulayliklari yengil xush bo'lib qoldimi? 30 kilo vesni 6 oyda tashladim. Aytganlarimni 100% qilganimdan keyin shu 6 oyda 30 kilo vesni shunday tashlab rezultat qilib berdim. Rustam akamga rahmat. O'zimda ham qancha sheriklarim bor. Misol uchun bozorda tadbirkor biza, bozordagi sheriklarim ko'pisi kelamiz deydi. Yuringlar ketdik desam, ertalab bora olmaymiz, lekin ertalabki tirnovka eng zo'r tirnovka ekan. Shunisini bildim men.